Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Shohdek bot bugun ajoyib neobishni bo'lgan videoni tayyorlab qo'yganman. Negadir oldingi videoda like bosishni maksimal so'ragandim, lekin juda ham like kam bo'libdi, prosmotr zo'r. Shuncha tanaffusdan keyin bunaqa prosmotr bo'lish juda ham qiyin, lekin 15 ta odamdan bitta odam like bosgan. Jigarlar, like bosish unchalik qiyin bo'lib ketdimi? Yo malol kelyaptimi? Yoki video foydasi tegmayaptimi? Yoki like bos pul bo'lib ketdimi? Bitta like bosib qo'ying. 15 ta odamdan bitta odam like bosdi. Maksimal komment kutgandim. 100 ta odamdan bitta odam ham komment yozmagan. 150 ta odamdan bitta odam komment yozibdi. Bunaqa emasda, kommentni yozib qoldiring. Xullas, bugun bomba video bo'lgan. Hali hech kim bu narsani sinab ko'rmagan. Xullas, kecha kuni men Ultimate o'ynadim. Bilasizlar, men bitta yaxshi Lambo'yim bor, shunda yuraman. Negadir razgomot juda ham sekinda. Keyin bitta sheriganda Porsche bor edi, shuni minib yursam, negadir menga u tez tuyuldi. Ki o'ylab qoldim, demak, skinda tezligida farqi bormi degan narsa miyaga urdi va tezda videoga buni sinab ko'rish kerak degan narsa keldi. Va hozir bitta tanishlarim turibdi, ular donater, mashinalari garaj to'lib yotibdi. Lobby qilamizda har bitta mashinani birma-bir ko'ramizda. Va undan oldin aytib qo'yishim kerak. Sizga agar ishonch yuz kelsa, misol uchun hozirgina 416 yangi ruletkasi qo'shildi, mana bu ochilmagan hali. Agar mana shu 416 kim olmoqchi bo'lsa, ERP, bonus pass, albatta bizdan olishingiz mumkin. Kommentariyada, описаниеda silkasi bo'ladi. Demak, bo'lmasam biz videoni boshladik. Mana hozir biz Eronga tushyapmiz. Hozir bitta garajga tushib, bolamizni haqa skinni qo'yib ko'ramiz. Tezligi qanday bilib ko'ramiz va keyingi videoda nasib bo'lsa komment yozib qoldiring. Dachada qilaymi, Miradomi, Bagimi yoki boshqa skinmi yozib qoldiring, sinab ko'ramiz. Qani ko'ramiz, balki tezligi hammasi bir xil bo'lishi mumkin. Prosta kechamanda ikki xil tuyuldi tezligi. Ovozim boryaptimi? Pachi. Da. Qayerga tushamiz endi? Qayerda magazinda qanaqa? Ha, mashinaga tushamiz, mashinaga tushamiz. Hozir garajga tushamiz, erbini olamiz va ko'ramiz haqiqiy skinni ham. Prosta men bilasizlar bitta Lambo'yim bor, yashil. O'sha Lambo'yimda yuraman. Juda tezlanish qiyinda. Kecha bitta Porsche mindim. Juda tez yurdi menga. Tipi o'yladim, farqi bormikan degan xayol mendan o'tib qoldi. Tezda keyin sinab bitta video qor ekan, joy ekan deb video qilyapman. Odam tushda garajga otamiz, ey. Avkala. To'xta. Lambo qo'yadi men tabricha. Qoching, urib ketmayman. Men sinab ko'raman, qani necha minutda 100 ga chiqar ekan bu, 100 ga. Shuni sinab ko'raman hozir men. Qoching, ey. Qoching. Chet. Yüzge chiqib urildi bori. Endi buni bosamiz, ikkinchisini bosamiz endi, xo'sh. Lamborghini sportkarimiz 0 dan 40 gacha o'rtacha tezlanishda 283 sekundda chiqdi va 100 gacha esa 924 sekundda chiqdi. Hamda yuqori tezlanishda esa 0 dan 40 tezlikgacha 0,03 sekundda chiqdi. 100 gacha esa 785 sekundda. Qani o'zgartiringchi, sekundometr qo'yib montaj oldim, bilib olaman keyin. Bugatti. Endi Bugattini ko'ramiz endi.
Qani? Şurada bir xilmi deyman-da. Bugatti o'rtacha tezlanishda 0 dan 40 gacha 0,3 sekund, 100 gacha esa 9,45 sekundda va yuqori tezlanishda esa 0 dan 40 gacha 2,46 sekund, 100 gacha esa 7,33 sekund. Porsche qancha Porsche? Şurada Porsche tezmi deyman-da bori? Qani 0 dan. Porsche tez ekan bori. Real tez ekan Porsche. Porsche. Razgon tez ekan Porsche bori. Ben sizga bilindimi? Da o'yinda ham bilinadi, da. Endi bundan tayyorlanib nima qilamiz? Qani bunaqasiga? Porsche o'rtacha tezlanishda 0 dan 40 gacha 3 sekund, 100 gacha esa 9,45 sekundda va yuqori tezlanishda 0 dan 40 gacha 2,93 sekund, 100 gacha esa 7,74 sekund. Endi ona qancha endi Pagani qancha? Noldan ketdi. Zo'r. Bu ham tezda. Tez bo'ladi. Endi buni bunaqasi qilamiz endi. Qarang. Pagani o'rtacha tezlanishda 0 dan 40 gacha 3 sekund, 100 gacha esa 9,45 sekundda. Yuqori tezlanishda 0 dan 40 gacha 2,53 sekund, 100 gacha esa 7,45 sekund. Endi menga bittasi tuyulyapti, bitta narsa. Hozir bu yerda tezlanishi har xil, lekin 100 ga chiqish vaqti bir xil, lekin tezlanishi har xil bo'lyapti bilishim bo'yicha hozir. Men shunaqa tuyulyapti. Da, to'g'ri. 30-40 gacha tez ketyapti, keyin yig'iga stabilniy bir xil bari ketyapti shunaqa. Shuni aytayapman-da, shunaqa bo'lyapti hozir. Men de bilgan ekanman. Endi qani, endi Lambo qilaman hozir. Chiqingni qarang ko'rasiz hozir. Tezga qarab turing, tezlikka qarab turing. Boshlanishiga. Ay, bir xilmi yo? 35-40 ta sal bitta sekinlashib, keyin bir xil ketyapti bari. Endi bir Porsche qancha? Ha, 36 gacha tez bo'lyapti bu. Realni. Albatta to'xtab keyin o'sha bir xillikka tushyapti bari. Bu Porsche qochishga zo'r ekanda, Ultimate'da bo'lmasa. Aytdim, bular sektorlar Porsche yuribdi dedim-mi? McLaren. Buni ko'rishchi McLaren'da ham ko'rmadik-ku. Yanzur. Onayni vaqtida ekan bu. Tezaga, ancha tezaga. Zo'r ekan McLaren. McLaren o'rtacha tezlanishda 0 dan 40 gacha 2,86 sekund, 100 gacha esa 9,31 sekundda
Yuqori tezlanishda 0 dan 40 gacha 250 sekund, 100 gacha esa 741 sekundda chiqdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sekundometr asosida qaysi biri tezroq deb o'ylaysiz va qaysi biri sekinroq? Yoki bo'lmasam sizga qaysi biri tez ko'rindi yoki qaysi biri sizga sekinroq ko'rindi? Yozib qoldiring.